Nega biz o'zbeklar bundaymiz? Bu videoni rosa ko'pchilik ko'rdi. Bir odam daraxtga tirmashib chiqib, undagi mevani o'zi pastga tashlab bergani, ayollar qiy-chuv qilganini ko'pchilik ko'rdi. Va men sizlarga bir voqeani aytib beraman. Bundan bir necha yil oldin 2023-2024 yil arafasida ravzaga kirgan ayollar ravzada shu darajada yig'laganki, hatto sochlarini ko'rsatib, ro'mollarni yechish darajasiga borgan. O'zini devorlarga urgan. Shu asnoda ravzaga kirish ayollarga qiyinlashgan. Buni ko'pchilik biladi. O'sha vaqtlarda kelgan ziyoratchilar ko'pchiligi ayollari ravzaga kirmasdan qaytib ketgan. Saudiya hukumati tartib-intizomga rioya qilishga chaqiradi va tartib-intizom buzilgan joyda nizomlarni qattiqlashtiradi. Shu sababdan birgina xatti-harakat bilan siz va siz orqangizdan keladigan boshqa o'zbeklar nomiga yomon dog' tushirib qo'ymang.